Turmush o'rtog'im bor, ammo hayotimda boshqa bir erkak ham bor. Bilaman, bu juda ham noto'g'ri ish. Hatto kechalari uxlolmasdan Alloh bilan ham gaplashib chiqaman. Lekin nima qilay, o'zimni hech to'xtata olmayapman. Hatto u erkak ham tinch qo'yay demayapti. O'shanga nima qilsam bo'ladi? Nima maslahat berasiz? Aynan shunday holatlarda ayol kishi o'zi bilan o'zi kelishib oladigan juda ko'p savollar bo'ladi. Aynan siz boshqa turmush o'rtog'ingizdan tashqari gaplashayotgan erkakdan nima izlayapsiz? Turmush o'rtog'ingizda esa nima topa olmayapsiz? Har birini ko'rib chiqish kerak. Albatta siz nega aynan turmush o'rtog'ingiz bilan bu vaziyatni yaratishni istamayapsiz? Oilangizdan tashqari bo'lgan erkak sizga nega bu munosabatda kerak bo'lyapti? Bu paytda albatta ong osti bilan chuqur ishlanadi. Har bitta hissiyotlar tekshirib ko'riladi va ishlash jarayonida sizni bu jarayondan, sizning qilayotgan hozirgi xatoligingizdan bemalol olib chiqib ketsa bo'ladi.